Hazreti Ayso u yerdan chiqib ketayotganda, ikki qarg'u uning keynidan kelib, "Ey podsho Davudning avlodi, bizga rahim qilg'aysiz" deb vaqab ketdi. Hazreti Ayso uyga kirgandan keyin, yelqi ikki qarg'u uning oldiga keldi. Hazreti Ayso ulardan, sizlarni saqaytishga qodir ekanligimga ishonamsizlar deb so'radi. "Ey Rabbim, ishonamiz" deb javob berdi ular. Hazreti Ayso ularning ko'zlariga qo'lini tekkizib turib, "Ishoninglar deb bo'lsin" deyishigila ularning ko'zlari ichildi. Hazreti Ayso ularga, "Bu ishni hech kimga tinmanglar" deb qattiq tapildi. Lekin ular u yerdan chiqiblar, bu ishni atrofga yeyivatdi. Ular chiqib ketgandan keyin jin chaplashgan bir bacha Hazreti Aysoning oldiga elib kelindi. Hazreti Ayso uningdagi jinni qo'g'ishi bilanla yelqi odam zuvonga keldi. Xaloyiq hayron bo'lib, "Bundaq ish Isroilda zodi ko'rilib boqmagan" deyishdi. Lekin parislar u jinlarni ularning boshlig'i tayinib haydaydi-ku deyishdi.